Assalomu alaykum aziz kitobxonlar, kitobsevarlar. Bugun sizlarga o'zim yoqtirib o'qigan kitoblarimdan biri James Clearning Atom odatlar kitobi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Atom odatlar katta natijalarga olib boruvchi kichik qadamlar. Har birimiz hayotimizni o'zgartirmoqchimiz. Yaxshiroq odamlarga, sog'lomroq, baxtliroq bo'lishni istaymiz. Ammo ko'pincha bu orzular katta bo'lgani uchun bizni qo'rqitadi. Biz bir kunda hammasini o'zgartirishni istaymiz, lekin shunda hech narsani o'zgartira olmaymiz. James Clear shunday deydi: katta o'zgarishlar kichik odatlardan boshlanadi. Bu Atom odatlar nomli kitobning asosiy g'oyasi. U sizga shunchaki maslahat bermaydi, u sizni tizim yaratishga o'rgatadi. Tasavvur qiling, har kuni hayotingizni atiga 1% yaxshilaysiz. Bir kunda bu deyarli sezilmaydi. Ammo 1 yildan so'ng siz 37 baravar yaxshiroq bo'lasiz. Shunchaki odat kuchi orqali. Kitobda James Clear odatlarni 4 ta oltin qonun bilan tushuntiradi. Birinchisi, odatni ko'rinadigan qiling. Ikkinchisi, odatni jozibador qiling. Uchinchisi, odatni oson qiling. To'rtinchisi, odatni qoniqarli qiling. Siz o'z maqsadlaringiz darajasiga ko'tarilmaysiz. Siz o'z tizimingiz darajasiga tushasiz. Ya'ni maqsadlar muhim, lekin ularni qo'llab-quvvatlaydigan tizim bo'lmasa, ular faqat orzudek qoladi. Bu kitob sizga shunchaki motivatsiya bermaydi, balki o'z hayotingiz uchun tizim yaratishni o'rgatadi. Atom odatlar bu yomon odatlarni aniqlash va ularni yo'qotish haqida. Yaxshi odatlarni mustahkamlash haqida, o'z hayotingizni ongli ravishda boshqarish haqidagi kitobdir. Bu asar ilm, tajriba va hayotiy misollar asosida yozilgan. Har bir buyuk natija minglab kichik qarorlarning natijasi. Har bir o'zgarish bugun tanlangan bitta odatdan boshlanadi. Shunchaki bugun bir kichik qadam tashlang. Bir sahifa kitob o'qing. 1 daqiqa meditatsiya qiling. Chunki sizning kelajagingiz siz bugun tanlagan odatlar yig'indisidir. Biz har kuni o'zimizga shunday deymiz: yangi hayot boshlayman. Endi boshqacha yashayman. Bu safar albatta uddalayman. Lekin bir hafta, bir oy, ba'zan bir kun o'tmay hammasi yana o'sha eski yo'lga qaytadi. Nega? Sababi biz katta o'zgarishlar orqasidan quvamiz, lekin kichik odatlarning kuchini unutamiz. James Clear aytadi: siz o'z maqsadlaringiz darajasiga ko'tarilmaysiz. Siz o'z tizimingiz darajasiga tushasiz. Bu shunchaki aqlli so'z emas, bu hayot haqiqati. Shuning uchun James Clear ushbu kitobda shunday tizim yaratishni o'rgatadi. Odamning hayoti o'zi uchun ishlasin. Odam odatlar emas, odatlar odamni boshqarsin. Har bir odat kichik atom. Ammo atomlar birlashganda ular energiya portlashi yaratadi. Xuddi shunday kichik odatlar ulkan natijalarni portlatadi. Bu kitob sizni o'zgartiradi degan gapni aytmayman. Ammo siz uni amalga tatbiq qilsangiz, o'z-o'zingizni o'zgartirasiz. Nima uchun Atom odatlar kitobini o'qish kerak? Bugungi kunda har bir inson muvaffaqiyatli, intizomli, samarali bo'lishni istaydi. Ammo buning uchun katta sakrashlar emas, balki kichik o'zgarishlar zarur. Shuning uchun James Clearning mashhur Atom odatlar kitobini o'qishni tavsiya qilaman.